Hurmatli ustozlar va ota-onalar, agar farzandingiz yoki o'quvchingiz qo'lida matematika 2-4 sinf baza to'plami bo'lsa, uning 2-sinf qismi 2-bobining mavzulari Matematika Usmonov mobil ilovamizda to'liq video darslar bilan tushuntirildi. Bu bob ikki xonali sonlar ustida qo'shish va ayirish amallari deb nomlanib, ikki xonali sonlarni qo'shish, ayirish, qavs qatnashgan amallar, matnli chizmali mantiqiy masalalar, qo'shish ayirishga doir tenglamalar va geometrik figuralar haqida dastlabki tushunchalarni o'z ichiga qamrab oladi. Mobil ilovamizda bu bobga taalluqli 200 dan ortiq misol va masalalar yechilishlari alohida 135 ta video ko'rinishida berildi. Bolajonlar har bir mavzudagi videoni ko'rib, videodagi misol va masalalarni mustaqil yechib ko'rsin. To'liq o'rganib bo'lgandan keyin matematika 2-4 bazadagi shu mavzuga taalluqli bo'lgan misol masalalarni yechib chiqsinlar. Shunda bu mavzuni to'liq o'rgangan bo'ladilar. Ilovada 2-sinfdan boshlab prezident maktablariga tayyorlanish uchun ham testlar berilgan. Bu testlarning yechilishini ko'rish uchun matematika 2 hamda prezident maktablari testlari bo'limlari bosilgan bo'lishi kerak. Ilovaning umumiy yangiliklari bo'limida qaysi mavzular bo'yicha to'liq video darslar joylanganligi haqida ma'lumotlar berib boriladi. Ilovamizdagi barcha videolarni to'liq ko'rish uchun telefon raqamingiz orqali ro'yxatdan o'ting. Premiumga a'zo bo'ling. Premium narxlar juda arzon. Ilovamizni Play Market va App Store'dan yuklab olishingiz mumkin.